Yaxshimizlar, yaqindan buyon meni qo'llab kelayotgan aziz xaridorlar va urug'chiqarlar, hammalarni vatanlar xayrli bo'lsin. Bugun 12-20 kuni esa bizning 9 mo'llik to'xini chek tortish orqali mukofotli faoliyat qilganimizning 8-kuni esa bugun yana urug'chiqarlar o'zi kelib qaydi qatavlab men digilsanmayman. Ongli qoldi. Ta'lim sinovi uchun tayyor bo'layotdi. Mush faoliyatni uyushtirgandan beri ko'pliga urug'chiqarlar poskamliq meni foydalanish qimmati barkan deb qo'shib olgan urug'chiqarlar sizlarga ko'p rahmat aytaman hamda sizlarga men yaxshi javob qaytaraman. Atrofimizdagi sizlar ehtiyoji bo'layotgan mayli oshxonaning tomoqlari va boshqa har qanday lozimliklar bo'lsa vaqti-vaqtida sizlarga yetkazib turaman. Meni qo'shib olganinglarni hech qachon shuman qilmaysizlar. Bugun mushtuqqanlar meni o'zi kelib qatorga tizilib tayyorladi. To'qlarimiz hozir pishib bo'ldi. Yana 10 minutdan keyin chek tortishni boshlaymiz. Chek tortib taylik chiqqan xaridorga 9 moddan to'ximizni birimiz. Bu faoliyat oxirlashganiga 2 kun qoldi. Kelish imkoniyati bor, qatnash qilsa bor, taylikni sinab boqsa bor, urug'chiqarlar kelib taylikni sinamasanlar bo'ladi. Yana birga shu 9 modlik mukofotli to'xini faoliyat qilgandan boshlab pinglinchimga ba'zi bir pasif indiga taqsidigan do'st birodarlar xat yozib qo'ydinglar. Men bu savolinglarga shu zopin orqali javob qaytarib o'tay. Qilsam o'zimnikini qildim, ziyon tortsam o'zim tortdim. Bir uydan 4 adam kelamda, 5 adam kelamda sizlar uning aralashmanglar. Men necha adam kelsa shu odamga chek tortish fursatini beraman. Chunki so'g'oq to'ngab keldi. Ajr qilib kelgan bo'g'achqa bu chekni tortiydi. Bir uydagi 4 yillik chiqib qolsa men 4 yillikka berib o'taman. Shunga mushundaq pasif nelarga gap taqtotganlar bo'ldi qilgan bo'lsanglar hamda qo'llash imkoniyati bo'lsa, mana poskam yerda tug'ilib cho'g'gan apandim oshxonasini barpo qilib hozirgacha ekkagan meni qo'llab qo'yishinglarni umid qilaman.